Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida joylashgan Ijtimoiy himoya milliy agentligiga qarashli 17-ko'p tarmoqli ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 78 nafar nogironligi bor bolajon tarbiyalanadi. Bu yerda har bir tarbiyalanuvchi alohida e'tiborda. Malakali pedagog tarbiyachilar, defektolog, psixolog, shifokor va hamshiralar ularning jamiyatga faol qo'shilib ketishi uchun astoydil harakat qilmoqda. Kasallik turiga qarab mutaxassislarimiz har bir bola bilan individual ishlaydi. Natijada salomatligi o'rtacha bo'lgan bolalarning ahvoli yaxshilanib, maktabga qatnamoqda. Bunday ijobiy holatni ko'rib, harakatlarimiz zoyi ketmaganidan xursand bo'lamiz. Xo'jayli tumanidagi 17-sonli ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti Xo'jayli tumani Jayhun shaharcha fuqarolar yig'inida joylashgan. Tashkilotimiz 1995-yili tashkil topilgan bo'lib, 2024-yili to'liq rekonstruksiyadan chiqqan. Tashkilotimizda 78 xodimlar bolalarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Tashkilotimizda psixik rivojlanish kechikayotgan bolalar, nutqida og'ir nuqsoni bor bolalar, aqli zaif bolalar, tayanch harakatida nuqsoni bor bolalar tarbiyalanib keladi. Tashkilotimizda pedagoglar, defektolog, psixolog, jismoniy tarbiya yo'riqchisi, musiqa rahbarlari ish olib boradilar. Tashkilotimizda bolalarning to'liq ta'lim tarbiya olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Tashkilotimizda davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar sababli bolalarimizda yaxshi natijalar ko'rilmoqda. Masalan, inklyuziv guruhlarga yo'naltirilyapti. To'liq sog'lomlashtirilgan bolalarimiz ham bor. Tarbiyalanuvchilarimizdan ko'p nafari oddiy maktablarga 1-sinfga qabul qilinyapti. Shu tashkilotimizda yaratilgan shart-sharoitlar uchun davlat rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.